Tasavvur qiling, siz davlat tenderida qatnashmoqchisiz, lekin sizga kimdir aytayapti, yutish uchun ozgina pora berish kerak deb. Lekin Yaponiyada buning aksi. Agar pora bersangiz, nafaqat siz tenderda yutkazasiz, balki bir umrga qora ro'yxatga tushasiz. Savol: qanday qilib ular bu tizimni shu darajada toza qilgan? Bugun sizlar bilan Yaponiyadagi davlat xaridlari, tenderlar sohasi haqida foydali ma'lumotlar bilan gaplashamiz. Yaponiyada davlat xaridlari bu oddiy savdo emas, bu qat'iy intizom. Birinchi sabab to'liq raqamlashtirilganligida. Tenderlar ochiq platformalarda o'tkaziladi, barcha hujjatlar hammaga birdek ko'rinadi. Ikkinchi sabab aniq qoidalar va standartlar mavjudligi. Kim qatnasha oladi, qanday baholanadi, hammasi oldindan yozib qo'yilgan va yozib boriladi. Va eng muhim qaror qabul qiluvchi odamlar yakka emas, komissiya bo'lib ishlaydi. Hammada jarayon yozib boriladi. Ikkinchi qism jazolar va intizom haqida gaplashamiz. Endi bu eng qiziq joyi nazoratda. Agar kimdir korrupsiyaga qo'l ursa, faqat jarima emas, balki kompaniya bir umrga tenderlardan chetlashtiriladi. Bu degani biznesingiz deyarli tugaydi. Shu sababli kompaniyalar o'zlari ham ehtiyot bo'ladi. Ular hatto ichki audit tizimlarini ham joriy qilib boradi. Oddiy qilib aytganda, pora berib yutish emas, halol ishlamasang butun bozordan chiqasan degan tushuncha mavjud. Uchinchi qism mentalitet va madaniyatga bog'liq. Lekin faqat qonun bilan emas, bu madaniyat bilan ham bog'liq degan tushuncha mavjud. Yaponiyada obro' puldan qimmat turadi. Agar kompaniya yoki amaldor korrupsiyada ushlansa, u nafaqat ishini, balki jamiyatdagi hurmatini ham yo'qotadi. Shuning uchun ularda eng katta qo'rquv jazodan ko'ra uyat va obro' yo'qotish hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Yaponiyada tenderlar toza, chunki 3 ta narsa ularda qat'iy ishlaydi. Birinchisi ochiqlik, ikkinchisi jazo va uchinchisi kuchli madaniyat. Savol: siz bilgan qaysi davlatlarda Yaponiyadagi kabi tenderlar shaffof o'tkaziladi? Izohlarda fikringizni yozib ketishni unutmang. Davlat xaridlari, tenderlar sohasiga doir bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting.